Bolalar tezroq yuringlar, darsga kech qolamiz. Yuringlar, do'kondan bu narsa olaylik. Rahmat. Rahmat. Shoshmay turinglar bolalar. Mana mana sizlarga. Bu nimaga? Bu bonusga ukalarim. Rahmat. Ko'p narsa olaman. Rahmat. Bo'pti bolalar, sog' bo'linglar. Pulni ber ukam. Aka, kecha qantdan bering. Kecha qantammi? Bolalar. Pulini ber. Ha, mana. Rahmat. Hali konfetdan olib kelsak bo'larkan-a? Puling bormi? Yo'q, pulim yo'q. Ay, menga ham berishmadi. Ustoz, tashqariga chiqib olaman. Nima bo'lyapti bolam? Ustoz, boshim og'riyapti. Tezda chiqib kelgin. Maktab o'quvchilariga turli konfetlar tarqatilayotgani va ular tarkibida xavfli narkotik moddalar mavjudligi, konfetlar iste'molidan so'ng bolalar vafot etayotgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Avazbek Bobur, siz bo'lasizmi? Mana Men ichki ishlar bo'limidan tergovchi Murodovman. Siz voyaga yetmagan bolalarga narkotik modda sotishda ayblanyapsiz. Hozirroq mahkamaga biz bilan ketasiz. yo'q, aka, men sizga hammasini tushuntirib beraman.